Yana gilamlar, manzilini aytaman. Kelasi mavsumdan tushishda Medgarovga chiqib ketishda Lux Carpet gilamlar do'koni hozir shunaqangi narxlarni sindiramiz. Gilamlar do'koniga xush kelibsiz. Lux tanlash uchun 1 ni bosing. Skidkani tanlash uchun 2 ni bosing. Dunyoda yo'q narxlar bilan gilamlar magaziniga kelganmiz. Kichkina tabib aytadi-yu, sindirib yuboraman. Vintage gulli gilam. Nech pul kvadrat? 78 ming aka. 30 ming. 65 ming aka. Nech puldan sotgansiz? 95 ming, 100 ming, 105 ming ham sotganmiz aka. 45 ming, chunki 49 mingdan qo'yganmiz, unaqa narxda qo'ya olmaymiz. Baraka. Bunisi-chi? Hop, buni sotishimiz 190 ming, 195 ming atrofida sotamiz. Bizga nech pul? 170 ming. 50 ming barakami? Nimaga 50 mingdan kelyapti? Erkalatyapti tepadan desalar, qaranglar. Tushda ko'rsang o'ng bo'lmas, o'ngda ko'rsang tush bo'lmas deb o'tirsangiz bo'ladi. Tikilgan joylarida kojalari bor, paxtadan, tovlangan gullari poliester materialdan qilingan. Aka 50 ming olma aytmadim, 60 ming. 99 mingsiz aka. 74 ming. Chiroyli narx aytdim, hech qayerda yo'q, chunki 86 mingdan qo'yganmiz. Sara-barani hurmat aka, baraka. Lekin baribir mazza qilmadi. Aka, Toshkentda bo'lmagan hali. Qarang aka, kirib kelyapmiz. Juda ham gilam ko'pda. Necha xili bor? O'zbekiston 3 ta zavodi bor, Astananiki bor, Turkiya, Eronniki bor. 40 xildan ko'p assortiment bor. Kirib kelib qo'liga ushlagan gilam 50% skidka. 20% qilib beramiz aka. 30% barakami? 30% baraka, yana bitta tomoni bor. Turkiya, Eron o'zi chiroyli narx sotyapmiz. Ularni 10% qilib beramiz. O'zbekistonnikini 30% gacha qilib beramiz. 20% Turkiya bilan Eronnikiga, 30% qolgan hammasiga. Qo'ymadingiz aka, baraka. Shunday qo'llangga ushlagan gilamlarni, shunday narxini hisoblashganda 30% skidka bo'ladi. Agar Turkiya bilan Eronniki bo'lib qolgan bo'lsa, 20%. Shoshilinglar. Yesiz. Aka bizni butun O'zbekiston tomosha qiladi. Dastlabki nima bo'ladi? Hop aka, Toshkent bo'ylab ichida qilib beramiz. Toshkent bo'yicha viloyatlardan zakaz qilishadi. Endi telefon pitakgacha ichida qilib beramiz aka. Toshkent shahri bo'yicha dastlabki xohlagan joyga qilib berishadi. Viloyatdan zakaz qilgan bo'lsalar, pitakgacha olib borib berishadi. Qolganini yetkazib ola olasizlar. Xizmat bo'lsa, mashetlarda bo'laman.